Xitoydan AQShga og'ir ogohlantirish. Tayvan bo'yicha birinchi qizil chiziq buzildimi? Dronlar mojarosi ortida katta kuchlar kurashi bormi? AQSh, Xitoy va Tolibon to'qnashuvga yaqinmi? Venesuela prezidenti Trampni Afg'onistondagi kabi abadiy urushdan qochishga chaqirdi. Rossiya Sibir suvini O'zbekistonga yo'naltiradimi? Rossiyaning geosiyosiy suv loyihasi. Frontdagi vaziyat. Rossiya qo'shinlari Pokrovskdan tashqari yana qayerlarda oldinga siljimoqda. Rossiya tomonidan Kiyevga uchirilgan raketalardan biri Ozarbayjon elchixonasiga tushdi. Xitoydan AQShga og'ir ogohlantirish. Tayvan bo'yicha birinchi qizil chiziq buzildimi? Xitoy AQShning Tayvan bilan $330 million harbiy kelishuvni qoralab qurollantirishni to'xtatishni talab qildi. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Lin Zhan matbuot anjumanida ma'lum qilgan. AQSh Mudofaa vazirligi 13 noyabr kuni Tayvanga F-16 qiruvchi samolyotlari, S-130 Hercules transport samolyotlari va IDF ko'p maqsadli jangovar samolyotlarni sotishni ma'qulladi. Lin Zhan AQShning Tayvanga harbiy qurollar sotishi yagona Xitoy tomonidan buzayotganini bildirgan. Shuningdek, uch qo'shma bayonot ikki davlat munosabatlarining siyosiy asosini tashkil etishini eslatib o'tgan. Xitoy Washingtonning bu asosga putur yetkazadigan har qanday harakatini qoralaydi, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili. Li Tayvan masalasi Xitoy va AQSh munosabatlarida birinchi qizil chiziq bo'lib qolayotganini ta'kidlagan. U AQShni o'z rahbarlarining majburiyatlarga rioya qilishga va Tayvan mustaqilligi tarafdori bo'lgan kuchlarni qo'llab-quvvatlamaslikka chaqirgan. Uning fikricha, Tayvanni harbiy yordam bilan mustahkamlashga urinishlar jiddiy xavf tug'dirmoqda. Bundan tashqari, rasmiy vakil Xitoy o'z suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligini himoya qilish uchun barcha zaruriy choralarni ko'rishini bildirgan. Dronlar mojarosi ortida katta kuchlar kurashi bormi? AQSh, Xitoy va Tolibon to'qnashuvga yaqinmi? Tolibon matbuot kotibi Zabihullo Mujohid AQSh dronlari hamon Afg'oniston havo hududida aylanib yurganini ma'lum qildi. Bu haqda Afghanistan International xabar berdi. Mujohidga ko'ra, Tolibon hokimiyatga qaytganidan beri AQSh dronlari ayrim qo'shni davlatlar hududidan uchib kirib, Afg'oniston havo hududini buzib kelmoqda. Eron davlat radiosiga bergan intervyusida Mujohid bu harakatlar darhol to'xtatilishi kerakligini aytgan. Biz bu parvozlarning imkon qadar tezroq to'xtatilishini talab qilamiz. Bu Afg'oniston havo hududining buzilishi va bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, degan u. Tolibon rasmiysining aytishicha, ular mavjud xalqaro uchrashuvlarda bu masalada norozilik bildirgan va bu harakatlar to'xtatilishini talab qilgan. Ammo dronlar qaysi qo'shni davlat hududidan kirayotgani haqida u aniq ma'lumot bermagan. Mujohid ushbu bayonotidan oldin AQSh dronlarining Afg'onistonga kirishi Pokiston yordam berayotganini da'vo qilgan edi. Mujohidga ko'ra, Tolibon hozir balansiy va iqtisodga yo'naltirilgan siyosat yuritib, barcha davlatlar bilan, jumladan AQSh bilan ham munosabatlarni yo'lga qo'ymoqchi. Asosiy shart Afg'onistonga hurmat, degan u. Amerika qo'shinlari qaytib kelishi va Bag'ram harbiy bazasiga joylashtirilishi mumkinmi degan savol